Demak, aziz kuzatuvchilar, keyingi juda ham qiziq savolimiz 43/30 sonini zanjirli kasr ko'rinishiga aylantiring deyapti. Demak, qanday qilib aylantirsak bo'ladi? 43/30. 43/30. Demak, 43 ga boramiz. 43 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 plus desak ham bo'ladi. 1 plus 13/30 deymiz. Buni ham 1 plus 1 taqsim 30/13 desak, shu ifoda yana buni qaytarib beradi. Demak, 1 plus 1 taqsim 30/13. 30 dan 13 ga bo'ladigan bo'lsak, ikkitadan, ya'ni 2 plus 13 dan 4 desak bo'ladi. Demak, barobar 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4/13 ni 13/4 desak, shu ifoda bunisini qaytarib beradi. Demak, 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 13/4 ni 1 plus 1 emas, 3 plus 1 taqsim 4 desak bo'lar ekan. 3 plus 1 taqsim 4. 3 4 12, 1 ni qo'ysak 13 shuni qaytarib beradi. Demak, buni zanjirli kasrga o'tadigan bo'lsak, biz aytdik oldingi videolarimizda, mana bu va mana bu sonlar zanjirli kasrni ifodalab beradigan xatlari bo'ladi. Demak, 1 deymiz, 2 deymiz, 3 va 4. Shunga o'xshagan qiziq videolarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, shunga o'xshagan qiziq masalalarning yechimlarini kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.